Falsafani oxiri qayerda? Falsafa doktori, filosof olim, falsafa dotsenti, falsafa. O'sha vobsiz qo'lingizga asbob. O'zi falsafa nima? Aslida bu oddiy narsalar haqida juda qiyin so'zlar bilan gapirish san'ati. Masalan, oddiy odam bugun nima yeymiz deb so'rasa, faylasuf ozuqa bizning mavjudligimizni qaysi darajada belgilaydi va qorin ochligi bu ruhning isyoni emasmi? Bla bla bla. Falsafa bu kattalarning bolalarcha savol berishdan to'xtamasligi. Nega osmon ko'k? Nega menman? Nega biz keldik? Agar sizda ham shu savollar bo'lsa-yu, lekin ularga javob berishga hech kimning vaqti bo'lmasa, tabriklayman, siz potensial faylasufsiz. To'ying ekanini eshitib qoldim. Alamimdan zaparosh oldim. Nimaga oxirgi payt hamma faylasuf bo'lgisi va nega hamma falsafa haqida gapirishni boshladi? Shunchaki bu orqali aqlli ko'rinish va oddiy narsani chigal qilib ko'rsatgan odamni aqlli deyish oson. O'zi bir teoriya bor, agar biron kishi sizga bir nimalarni aytib tashlasa va u gap siz uchun absurd emas, hayrat uyg'otsa, u odam aqlli va tabriklayman. Siz endi uni qurbonisiz. Endi borib minor legenda yoki ustozga til tekkizma deb lippoy teshikka yozing. Hazilsiz olganda o'zi falsafa eng kerakli narsa va bekorga fanlar otasi deyilmaydi. Ibtidoiy davrdan beri odam o'ziga o'zi savol berib yoki uning maqsadi nimaga kerak, nima qilsa bo'ladi deb hozirgacha evolyutsiyaga erishgan. Bugun biz ishlatayotgan sun'iy intellekt ham, koinotga uchayotgan raketalar ham qachondir kimning agar shunday bo'lsa-chi degan oddiy falsafiy savolidan boshlangan. Barcha faylasuflar va ba'zi bir odamlarning eng qiziqtirgan va haligacha qidiradigan savoli bor. Bu hayotda nima uchun yashayapmiz? Falsafaning oxiri ham shu savolga taqaladi. Shu savolga javob topilsa, qisman falsafa tugaydi. Ba'zi bir odamlar falsafaning oxirini har xil ta'riflaydi. Masalan, Dostoyevskiy falsafaning oxirini o'lim deb hisoblaydi. Falsafa bu o'zing yashab turgan dunyoni anglash. Odam borki, unda savol tug'iladi va umri davomida javob qidiradi. Agar falsafa oxiri o'lim bo'lsa, demak yashashning o'zi to'xtovsiz falsafadir. Biz javobni topganimiz uchun emas, balki o'sha javobni qidirayotganimiz uchun ham tirikmiz. Shunday ekan, o'zingizga savol berishdan qo'rqmang, chunki savol tugagan joyda odam tugaydi. Men Imrahimman. Bu video Zumerpang yangi rubrikasi uchun tayyorlandi. Yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlayapti ekan. Content makerlar bo'lsa, ularga aloqaga chiqaveringlar. Bundan buyog'iga men bu kanal orqali o'zimni brending qilib boraman. Xullas, bu meni Telegram kanalim. O'tib olinglar. Rahmat.